Yaqinlaringizni qiling ziyorat, o'qigan namozingiz bo'lsin ijobat. Eng yaxshi ishingiz bo'lsin ibodat, hayit ayyomingiz bo'lsin muborak. Assalomu alaykum qadrdonim. Bugungi hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. O'zingizni va oila a'zolaringizni doimo ehtiyot qiling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Hayit bayramingiz muborak bo'lsin.